Hammaga assalomu alaykum. Juda ham ajoyib e'lon. Biza hozir call centerga qizlarni ishga taklif etyapmiz. Bizada shunday bo'sh o'rinlar paydo bo'ldi. Ushbu imkoniyatdan foydalanib qoling. Yaqinlaringizga ushbu videorolikni jo'nating va ularni ishlik bo'lib qolishlariga o'z hissangizni qo'shing. Demak, bizaga 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan qizlar telefon va Telegram messenjeri orqali mijozlarga javob berishlari va sotuvni amalga oshirishlari va mijozlar tomonidan paydo bo'layotgan savollarga javob berishlari kerak bo'ladi. Agar siz o'zingizga ish izlab yurgan bo'lsangiz, aynan ushbu ish siz uchun juda ham yaxshi va qulay bo'lishi mumkin. Bizada oliy ma'lumotli yoki bo'lmasam boshqa davlat tillarini bilishingiz shart emas. Faqatgina toza va ravon telefondan suhbat qilib bilsangiz va telegramlarga ijtimoiy tarmoqlar orqali javob bersangiz kifoya. Ushbu ishimizga sizni taklif qilib qolamiz. Yaqinlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Oylik shartlari, ish vaqti barchasini bemalol telefon orqali so'rab bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ish joyi ofisda bo'ladi, onlayn emas, ya'ni offlayn kelib ertalabki soat 9 dan 18:00 gacha ofisda ishlashlari talab etiladi. Oylik esa kelishib eng zo'r bozordagi oyliklarni taklif etib qolamiz. Bizaga murojaat